Assalomu alaykum Romaya obunachilari. Mana bugun Sherobod Bahor mahallasiga 9 ta sammoyka bizdan klientimiz xarid qilib olgan edi. Romay brendi asosida. Hammasi bugun mana ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Shuni munosabati bilan mana shuncha xalqimiz kelib ochilish marosimida qatnashyapti. Sammoykalarimiz Romay brendi asosida 7 ta funksiyali Nano, Pena, Active, Ximiya, Osmos, pauza knopkalari bilan VIP отчети bor, hammasi 7 ta funksiyali. Romay brendi asosida. Dastlabki o'rnatib berish ichida hammasi. Hurmatli mijozlar, hozir sizlarga birma-bir apparatimiz haqida ma'lumot beramiz. To'liq tayyorlab ish faoliyatiga keltirib berdik sammoykani. Sammoykamiz 7 ta funksiyadan iborat. Voda, Pena, Active, Vosk, Osmos, Nano shampun, pauza knopkasi bilan 7 ta funksiyaga ega. NFC kartasi bor. VIP va отчет. VIP vaqt ochadi, отчетni chiqarib beradi. Bu yerda pistoletlarni ham sifatli pistoletlarni qo'yib berganmiz. Tagi aynaladigan sifatli yaxshi pistoletdan qo'yib berganmiz. Ichida 5 ta poli qistirgichi va bitta shotka qo'yish uchun maxsus turbasi bor o'zini. Sammoykamizni sherga joylashtirib chiroyli qilib berdik. Motorimiz 5,5 kW 3 faza motor, pompamiz 200 bar italyanskiy bo'ladi. VRT bypasslar bilan qo'ydik. Pistoletni qo'ygan momentimizda suv aynalib turadi. Bu yerda pastida 2 ta elektron klapan qo'yganmiz. Bu nima uchun? Osmos filtr ham qo'yganmiz. Osmosda bosganda elektron klapan ishga tushib, sho'r suvni yopadi. Ikki xil sistemada ishlaydi bu, ishlash prinsipi. Montajlarni ham chiroyli qilib montaj qilib berganmiz. Mana yerda maxsus pena konteynerlarni qo'yganmiz, prozrachniy, чтобы ichi ko'rinish uchun. Kama esa yana tayyorlab quyish uchun maxsus pena idishlarni qo'yib, chiroyli qilib mana shu yerga montaj qilib berdik. Hop, shitimizning ichi puskatel, teplushga qo'yilgan, motor qizisa, muammo bo'lsa отключение qiladi. Fazalashda qo'yganmiz keyin. Bir faza yo'qolib qolsa yoki qaysidir fazada tok ko'payib ketsa, avtomatik o'zini o'chiradi. Bu yerga timer qo'yganmiz. Bu nima uchun? Penani ekonom rejimda ishlash uchun. Pena rasxoti kamroq. Bu tomonimizga 4 ta o'rnatib berganmiz. Endi narigi tomonimizga 5 ta qo'yganmiz. Uni ham ko'rsatamiz. Xo'p, hurmatli mijozlar, mana bu tomonimizga 5 ta sammoykani o'rnatib berganmiz. 5 ta box. O'zimizda brend berganmiz. Romay 3/5. Bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi, iloji boricha chiroyli qilib ustanovkalarni qilib, qo'ldan kelgan chiroyli qilib montaj qilib berganmiz. Tepani ko'rsating. Tepada 2 ta yomkis qo'yilgan. Bittasi osmos suv, bittasi oddiy suv uchun. Xo'p. Bu yerga Tron Complex firmasidan, hamkorimizdan 1 tonnalik yomkis zakaz qilib, sherga olib kelib, ustanovka qilib, chiroyli qilib montaj qilib berganmiz. Osmosimiz 1 soatda 1 tonna suvni filtrlab beradi. Bu yerga 2 ta setka qo'yib berdik, чтобы katta musorlarni ushlash uchun. Дополнительный bu yerda mana shunaqa holatda zapas filtri bo'ladi. Bu 15 kunga almashtirib turiladi. O'zining maxsus ximiyasi bor. Bu suvni sho'rini o'ldirib beradi. Uni ham maxsus konteynerga qo'yib qo'yganmiz. Bir kanister filtrimiz 6 oyga yetadi bu kishiga. Xo'p, bu apparatimiz 5 ta boksda apparatimiz motor qismini tepaga o'rnatib berganmiz. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Ko'rinyaptimi? Xo'p, mana 5 ta boksimizda alohida xonasi. Buni ramalarini qisqaroq qilganmiz. Nima uchun? Suv sistemasiga qulay bo'lish uchun suvni uklonni to'g'rilab turib 5 ta motor pompani sherga joylashtirib chiroyli qilib montaj qilib berganmiz. Bu yerda ham xuddi o'sha konteynerdan qo'yganmiz. Penalar ko'rinib turadi bemalol. Xo'p. Yana aytayim. Xo'p, ketdikmi? Pastdan olasizmi, yoshdan olasizmi? Xo'p, ma'lumot o'rnida aytamiz. Osmos sistema qilingandan keyin maxsus 2 ta elektron klapan qo'yiladi. Osmos suv uchun va oddiy suv uchun. Bu yerda 2 ta elektron klapan qo'yganmiz. Buning uchun Osmos sistemasi borligi uchun maxsus 2 ta elektron klapan qo'yiladi. Osmos suv kelsa ochib yopish uchun. Hop, sistemamizni chiroyli qilib joylashtirib berdik. 5,5 kW 3 faza motor, 200 bar italyanskiy pompa bilan apparatimiz jihozlangan.
Bu yerlarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Imkon boricha chiroyli qilib, akkuratni qilib montaj qilib berganmiz akamizga. Simlarni ham chiroyli qilib gofra bilan hammasi chiroyli tarzda tushgan. Qaysi shit? Yo'q. Bu tomonni glavni bitta avariyni avtomat qo'yilgan. Xo'p, mijozimizga bonus tarzda ikkita pilisos va ikkita latta siqichni bonus qilib berganmiz. Xo'p, Sherobodda sal suv bombasi tanqis bo'lgani uchun ikkita motor qo'yilgan. Bitta motorimiz to'g'ri yomkis haydaydi, ikkinchisi osmos haydaydi. Mana yerda 30 tonnalik basen qilingan. Otilish marosimiga mana jirni ovqat bo'lyapti. O. Nomi nima bu ovqat tog'a? Darveshona ekan nomi. O'ng yaqinroq kel. Saboy qilib ketamiz bonka olib kelib.